O'zbekiston tibbiyotida 56 yillik tajriba. Procta Service ayollar salomatligining eksklyuziv markazi. O'zbekistonda birinchi bo'lib tashkil etilgan proktologiyaga ixtisoslashgan Procta Service 56 yillik boy tarixga ega. Markazimizning o'ziga xosligi bu yerda 16 yildan buyon faoliyat yuritayotgan O'zbekistonda yagona ayollar bo'limidir. O'zbekona andisha va milliy qadriyatlarni hurmat qilgan holda qabulxona xodimidan tortib jarrohlik amaliyoti mutaxassislarigacha barchasi ayollardan iborat. Bu yerda ayollar uchun xavfsiz va xotirjam tibbiy muhit yaratilgan. Bundan tashqari 20 yillik ish stajiga ega bo'lgan professional ayol mutaxassislar jamoasi. Xizmat sifatimiz va natijalarimiz sababli nafaqat yurtdoshlarimiz, balki qo'shni MDH davlatlaridan ham bemorlar maxsus tashrif buyurishadi. Bemorlarimiz uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Shinam statsionar xonalar va individual yondashuv. Bugungi kunga qadar 150 mingdan ortiq shifo topgan ayollar tanlovi. Bu bizning professional faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Batafsil ma'lumot olish va ko'rikka yozilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Ishobod mahalla fuqarolar yig'ini, Qorasuv ko'chasi 16-uy. Procta Service. Har bir ayol salomatligi biz uchun muhim.